Qaragan teggan ekan, nomiga tegib o'tib, keyin ham pachoq qilgan ekan. Gapiring qo'ygan, miyatina qilib kelgan. Agar kraskasi radnoy chiqsa, narxiga katta ta'sir qilmaydi. Просто aybi yechib qo'yilgan bo'ladi. Просто yechdi, qo'ydi, bo'ldi. Keyin zavod qo'ygani bilan, boshqa kirlar qo'ygani bilan. Mana shu yerdan nomiga tegib olgan ekanda, mana shu panel nomi keling ko'rsatib beraman. Bitta tur chiqarib qo'ygan ekan joyiga. Bularda o'zi mana shunaqa joyda chiq, ana seriozniy qattiqroq ushlaydigan narsa yo'q-da. Ozgina tegsang surilib ketadi. Messi joyiga qaytarmasa, mana rezinka orasidan suv o'tib, ichiga suv o'tishi mumkin. Garchi-parcha urganingizda. Keyin mana bu miyatina qilingan ekan. Ko'rdingizmi o'zi? Nomiga kraska yozib qo'yibdi-da. Mana shu ozgina miyatina qilib olgan. Bu sizdirib o'tib ketgan-da. Ha, burada ham bor. Ko'rasizmi, gulini shagrenni o'ynayotganini. Eshikni qirrasiga tegayaptimi? Palibom kirloga tegadi. Jab bo'lmaganda sidirib o'tadi. Kirlo yechilyapti-da, boshqa kirlo qo'yilyapti. Bittamiz yechilgan qo'yilgan. Eshikda bormi? Mana shu eshikni qirrasida bo'lgan bu. Qirrasida bo'lganmi, eshik kirloga ham o'tadi. Palibom o'tadi. O'tmasdan iloji yo'q. Juda qiyin. Agar o'rtalari bo'lib qolsa, unda mayli. Eshikda petnosi bor ekan. Ko'pida o'zi yorilgan bo'ladi. Lekin kraska ko'chyapti, ko'rdingizmi? Ichiga sep borgan, ichiga ani yoni labi qiyshaganda germetikasi o'ynab qoladi. Ozgina bo'lsa ham. Shunchani xunuk bo'lib turmasin deb changitib yuborgan. Bo'ldi, eshikni yechgan, sep joyiga taqqan yana. Germetikalar lekin zavodga o'tib, yo'llari yaxshi, faqat mana shu petno bo'lgancha kirlar almashib ketyapti. Shuncha zavod taqib yuborilibdi.